Sizningcha bu yil testdagi savollar qanchalik qiyin bo'ladi? Keling birgalikda bu savolga javob topamiz. Assalomu alaykum. Siz ta'lim sohasidagi eng dolzarb va ishonchli ma'lumotlarni berib boradigan Oliygoh.uz YouTube kanalidasiz. Xo'sh, davlat test sinovlaridagi savollar qiyinlik darajasi o'zi qanday taqsimlanadi? Ayniqsa testga tayyorlanayotgan abituriyentlar bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishi shart. Avvalo bilib qo'yishingiz kerakki, 2025-yilgi test savollari murakkablik darajasiga ko'ra 3 xil toifaga bo'lingan va bu foizlar asosida adolatli baholash tizimi shakllantirilgan. Savollar darajalari foizda quyidagicha: 15-20% oson savollar birinchi darajali savollar hisoblanadi. 50-70 foizlik savollar esa o'rtacha ikkinchi darajali murakkab savollardir. 15-25% qiyin savollar 3-darajali hisoblanadi. Keling buni bir nechta misollarda ko'rib chiqamiz. Aytaylik, siz mutaxassislik fanidan test topshiryapsiz va 30 ta savol berilgan. Bu holatda savollar taxminan quyidagicha bo'ladi: 5-8 ta oson savol, 15-20 ta o'rtacha savol, 5-8 ta qiyin savol. Bu nisbiy taqsimot har bir abituriyentning tayyorgarlik darajasini to'liq baholash imkonini beradi. Har bir darajadagi savollarga tayyor bo'lish sizga vaqtni to'g'ri taqsimlash va strategik yondashuvni belgilash imkonini beradi. Ba'zida shunchaki bilim yetarli bo'lmaydi. Sizga strategiya va taktikalar kerak bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, test savollari yildan yilga qat'iy andozaga asoslanadi. Bu andoza abituriyentlar uchun adolatli imkoniyatlar tizimini yaratadi. Har bir darajadagi savollar ustida sistematik tayyorgarlik sizni muvaffaqiyatga yaqinlashtiradi. Agar bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, yaqinlaringiz bilan ulashing. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bizning mutaxassislarimiz sizga albatta javob yozadi. Oliygoh.uz abituriyentlar uchun yordam markazi. Bizni kuzatishda davom eting.